Yo bolalar, sizlarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Legends kanali bilasizlar. Legends kanalida har doim legenda o'yinlar o'ynaladi va biz sizlar bilan Minecraft o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Albatta go'sht bor ekan. Bu yerda ham go'sht bor ekan. Biz sizlar bir safar ham Minecraft o'yinini o'ynagandik, lekin o'sha payt nima qilgandik? Nima bo'ladi? Uy qurishga qurib, hali hech balo qilmadim to'g'risini aytsam. Shuning uchun mana uyimiz hozir bugunga maqsad qildim bugungi videoga. Bu uy polni qurish, ya'ni polni ta'mirlash va to'xtamani fakelda o'qib qo'yaylik. Va biza Tomni nimasi bunaqa ferma qurish creeper. Bo'ldi, qoch. Tamam. Biz ham juda ham zo'r joyga uy quribmiz. Bolalar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bundan ham qiziq videolar yaqinda chiqadi. Yaqinda maqsad qildik Granny bir revamp o'yinini o'ynab aniq qilishga. O'rgimchakni ham chopib o'raylik. Va ko'z tushdi o'rgimchakka. Bolalar, o'ynashlar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hozir biz daraxt chopishimiz kerak. Chunki buni hamma bilsa kerak nimaga chopayotganimizni. Minecraftda daraxtsiz hech balo bo'lmaydi. Xo'p. Aytgancha o'zingizlardan so'rasak, nima gaplar? Yaxshimisizlar, tinch yuribsizlarmi? Ishlaring joyidami? Menga o'xshab 24 soat bo'lsa 25 soat telefon oldida o'tirib olib o'ynamayapsizlarmi? Biz bo'lmasa portret o'ynaymiz. To'xtamay fakir nima qilmoqchi? Fakirlar qo'yib qo'ysak bo'ldi, gap yo'q. Mana asallardan ham asal so'rab turgan bo'lardim, lekin tekinga berishmaydi-da. Mana bir dona bo'lgan daraxtni chopib qo'yaylik. Mana shaxta bormi? Yo'q, shaxta emas ekan. Xo'p, bo'lmasa biz pol uchun taxta yig'yapmiz demoqchi edim. Taxta o'zimizda ham bor ekan-ku. Mayli unda. Qilib qo'yaveraylik. Hoppa. To'xta, birinchi navbatda eshik o'rnatib qo'yamiz. Bo'lmasa mahluqlar kirib olishi mumkin, chunki bilasizlar, creeper ana yonmaydi ertalabda. Bu ikkita pechkan joyini olish shart emas, chunki pechka to'sib turaveradi, baribir joyini o'zgartirmaymiz. Xo'p. Orqasida verstagan bor ekan. Biz maqsad qildik 50 ta bo'lishga. To'g'ri, nimaga buncha kam desanglar, 100 ta so'rasangiz bo'lmaydimi? Masalan, 200 ta desanglar. Chunki avval o'shalarga erishish uchun ham birinchi navbatda 50 ta bo'lish kerak-ku. Agar 50 ta bo'lsak, men Granny 3 ta Extreme'da qochishga va'da beraman. Va'da bolalar, Granny 3 ta Extreme'da qochamiz. To'g'ri, men buni bir marta va ikki marta deb olmayman. Bu narsa aniq fakt. Lekin bir soatdami, bir kundami, bir oydami bo'lsa ham qochib ketamiz. 50 ta bo'lsak. Javob. Va'da, erkakcha va'da. Xo'p, bo'lmasa biz polni bitirib olaylik. Kanalimizda biror marta Granny haqida video chiqdimi?
Granny bir ekstrem video chiqdi. Hech baloni eplolmasdan avtomatik tarzda ko'timizga tepib haydab yuborishdi. Necho, shuni qilmaydi. Endi bizda Granny bir revan bu. Aytgancha bo'lar, o'shani ham o'ynaman. Bir kun shuni ham o'ynaymiz. Bu yerga ekan. Mana bolalar. Pol tugadi. Videoni 6-daqiqasiga qarab bo'lmasa ham ana tugadi. Vada tugadi. Quyuladigan ishimiz. O, batta. Bironta ham tosh sindirmabdim, faqat loy. Bat. To'g'ri. Burstak bormi? Loy. Xo'p, necho bo'lmasa biz ozgina tosh qazib kelaylik. To'xta. Birinchi navbatda men uni o'lgan. Endi o'ldi. Mendan hech qaysi mol qochib qutula olmaydi. Malishni qiladi. Qarasam uyimizda tosh kam ekan. 27 ta. Yetmadi dedi. Shuning uchun yana ozgina tosh qoldiramiz. To'xtab kerakli narsalar qo'yib kerak. Bizga kerakli narsa yo'q. Ovqat kerak. Taxtani qo'yamiz masalan. Cho'plarni, po'sti, loyni, daraxtni, o'rgimchak, ko'zini ham qo'yamiz mayli. Go'shtni ham qo'yamiz. Yo'q, to'xtaydi. Olay buni. To'xta, qanaydi go'sht? Buni nima olamiz? Buni ham olib turib. Ularni pechkaga solsang nima bo'ladi? Olam guliston bo'ldi. Endi biz tosh qazishga olg'a. Men toshni zo'r joyda olaman-da. Mana. Shuni o'yinning pastida tosh bor. Bemalol xohlaganimcha olaveraman. Menga ruxsat. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana bir bor aytaman. Video qiziq chiqyaptimi? Yo'qmi? Shuni ham yozib qoldiringlar izohlarda. Axir men ham bilishim kerak-ku. Yoki izohga yoza olmasanglar, qanchalik ko'p prosmotr olsa, shunchalik ko'p video odamlarga yoqqan hisoblanadi. Qanchalik ko'p videoga like topilsa, bu juda ham ko'p odamga yoqqan bo'ladi. Agar shu video orqali menga 15 ta obunachi kelsa, bu video o'sha 15 ta obunachiga juda ham yoqqan bo'ladi. Qani tushundinglar? Toshni ham kavladi o'zi ham 49 ta bir pastaga qo'yil. Bu ish qilib meni kirkam omad 3 sehriga sehrlanmagan. Yo'q. Nima qilamiz bilasizmi? Shuni kelamiz, o'tiramizda. Potetoni yeb tashlab, shuni uxlab olamiz. Olam guliston. Yeb turibdi. Xo'p. Nima qilmoqchi edim? Mayli. Uyda ovqat yetarli, ko'p emas. Ko'p emas debman. Kam emas. Zombi. O'lib ketdi bechora. Mayli, hozir nima qilishimizni bilmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Aytgancha ferma qilmoqchi ekan. To'xta, buning uchun bizga anchagina ulug' kerak bo'ladi. Birinchisi qo'yil bitta, shunchadan bitta. Qanaqa omad bo'lishi mumkin bu?
va bironta beray bo'lmasa o'zi urug'lar tushish ehtimoli necha foiz? Shuncha davlat. Lekin haliyam bitta. Bu ikkinchisi qo'yil. Bu uchinchisi. Bundan shu bulardan tushsa kerak. Yo'q, tushmadi. Haberde yo'q. Bu to'rtinchisi. Bu beshinchisi. Ana. Endi buni urug'lar desa bo'ladi. Va oltinchisi qo'yil lekin. Endi sal ko'proq tushyapti. O'rmonda ichkasidan qolsa ko'p tushadi. Yo'q, yana yo'qda bir xil. Bilmadim. O yettinchisi. Menimcha o'nta yetsa kerak demoqchi edim. 9-inchisi. Ikkitadan ikkita tushdi. Bu qanday omad bu? Qo'yile. U 11 ta ham tushdi, lekin menga 10 ta ham yetardi. Mayli. Urug'da ko'p bo'lmaydi. Qornimiz yana ochqab qoldi va biza ovqat yeyishga olgan. Ko'zim qishlayapti. Xo'p. Tushib ketma. Men kirashaqqa. Biza bo'lmasam hozir mana bu ovqatni olamiz. Bunisini ham olamiz. Steak. Bo'ldi. Verstaka kiramizda, bizga cho'p kerak. Nechta blokgacha takror qilaman. Tepamda ne bordi-ku, sakramadan uzr kechiradi. Meni ikkita yetadi. Buni qo'yamiz. O как раз ikkita. Qo'y buni baqa. Bundan ikkita edi o'zi. Qo'yamiz buni baqa. Urug'lar kerak. Qo'yile. Bo'lmasa biza buni ekish uchun joy qidiramiz. Mana, joy ham topildi. It yuribdi ekan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ana. Biraz o'xshamaydi ya. Esda yo'q. Hali endi bularni buzamiz. Hozir ko'proq shunchasini buzsam yetsa kerak. Blokda ko'p bo'lmaydi, olaveramiz. To'g'ri bularni qazish kerak edi. Kechirasizlar. Xo'p. Bu как раз. Ana bolalar, biza ikkala maqsadimizga ham erishdik. Men o'zi bu videoda endi drakonni o'ldirmoqchi edim. Bilmadim lekin. Qolaverishlar videoni shu yerga ham kelibmiz. Endi nima ham deymiz, video shu yerda tugaydi. Bu vyijvaniyamiz, let's play'imiz tugaydi. Chunki bolalar, men ham shuninglar birinchi marta kamera bilan videoga olishim, shuning uchun juda ham montaj qilishiga aniq qilyapman. Qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Shuning uchun bolalar video shu joyda tugaydi. Hammalarga xayr.